Dasturimizga sport xabari yakuniga yasaydi. O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi hamda O'zbekiston Gandbol Federatsiyasi tashabbusi bilan Navoiy viloyatida gandbol bo'yicha U20 yoshlar o'rtasida O'zbekiston chempionati birinchi davra o'yinlari bo'lib o'tmoqda. Muxbirimiz jarayondan xabar beradi. Navoiy shahridagi Sug'diyona sport majmuasida gandbol bo'yicha erkaklar va ayollar jamoalari o'rtasida O'zbekiston chempionati bo'lib o'tmoqda. Erkaklar o'rtasidagi bahslarda qatnashayotgan 8 ta jamoa g'oliblik uchun kurash olib bormoqda. Surxondaryo, Xorazm, Farg'ona, Samarqand, Buxoro, Jizzax viloyati hamda Qoraqalpog'iston Respublikasidan tashrif buyurgan eng kuchli jamoalar bilan bir qatorda U18 yoshlar terma jamoasi ham bellashuvda qiziqarli va murosasiz bahs olib bormoqda. Alohida ta'kidlab o'tish kerak, bu musobaqa 4 ta turdan iborat hamda bu musobaqada qizlar hamda yoshlar jamoalari qatnashyapti. Qizlar jamoalaridan 12 ta jamoa qatnashyapti. Ulardan bittasi eksperimentalni qo'yganmiz. U16 jamoasini ham bularga qo'yganmiz, chunki ertaga yili musobaqalarimiz bo'ladi. U16 ni keyingi musobaqalarga yaxshi tayyorgarlik uchun shu terma jamoani tashkil qilganmiz qizlar ichida. Yigitlar ichida esa 8 ta jamoa qatnashyapti. Chunki ko'p jamoalarda shu 20 yoshlik bolalar kamligi sababli 8 ta jamoa qatnashyapti. Baribir ham juda ham qizg'in musobaqa bo'lyapti. Hozir bolalar ichida kim kuchliligini hozir bilib olmaymiz, chunki har bitta jamoa bugun yaxshi o'ynab, bir kun o'ynasa, ertasi kuni kimgadir yutqizyapti yoki durang o'ynayapti. Bu hammasi jamoalar kuchliligidan dalolat. Gandbolchi qizlar o'rtasidagi bahslar ikki guruhga bo'lingan holda o'tmoqda. A guruhini Xorazm, Samarqand, Navoiy, Buxoro viloyatlari va U18 qizlar jamoasi tashkil etgan bo'lsa, B guruhida Surxondaryo, Andijon, Namangan, Jizzax, Sirdaryo viloyati hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi terma jamoasi vakillari kuch sinashmoqda. Bugungi musobaqaga Navoiy shahriga Andijondan tashrif buyurdik. Bu musobaqada qo'limiz baland kelyapti. Bugungi o'yinda Jizzax jamoasini yutdik. Biz bu musobaqaga juda ham qattiq tayyorgarlik ko'rganmiz. Xudo xolisa birinchi o'rinlarda egallaymiz. O'zim darvozabonman. 4 yildan beri shug'ullanib kelaman. Ko'plab musobaqalarda ishtirok etyapman va to'qqilarga chiqyapman. A'lo natijalarni bajaryapman. Yangi iqtidorlarni kashf qilish, ularni manzilli seleksiya asosida xalqaro musobaqalarga tayyorlash maqsadida o'tkazilayotgan musobaqada har bir qatnashchi jamoa g'alaba sari intilmoqda. Gandbol jamoalarining o'yin ko'nikmasini kuchaytirishga xizmat qilayotgan chempionat 29-martga qadar davom etadi.